Mana shu Hamzatni eshitganman. Mana talantli bolalar ko'p aytgan. Zboda o'sha talantli bo'lganlar sparinglarda hech kim emas ekan. Hammani qattiq o'tib tashlagan. Shu bo'yni qanaqa o'tsa shunaqa o'tib tashlagan. Sizda ham sparingda shunaqa bo'ladimi? Shunaqa bo'ladi. Siz shunaqa atlet qilasizmi? 5 raund urishsa, 5 raund to'liq ishlaymiz. Misol uchun siz ham shunaqa atlet qilishingiz kerak. Shunaqa qilamiz. Unga jarohatdan cho'chish shunaqa narsa yo'q. Unga bo'sh ishlasangiz unga keragingiz yo'qda. U bilan tashlashsangiz u keyin oldiga tortadi. Bu menga kerak deydi-da. Bu bilan men Dubayda ishlab yurganim emas, tepada ishlaganim uchun o'zi menga qiziqib, keyin menga yordam ber deb mana kamarni olmashidan oldin ham birga tayyorlanganmiz bu yerga Dubayda. Unda ham polni sparing partnyorlik qilib turib bergan, barbasiga ham, sparingga ham, bunga ham bir oy birga yurdik. Bir oy birga yurdik, zbor tugagandan keyin vizam bormi, Amerikaga olib ketaman dedi. Vizam yo'q edi, men bo'yim ham bor edi, keyin qoldim. Keyin ketdi. Misol kuchim yetmasa, baribir unga vaslaviylik qiladigan bo'lsa, unga men kerak emasman-da.